Qandli diabeti bor bemorlar agar 15-20 kilogramm ozadigan bo'lsa, ular qandli diabetdan qutulish ehtimoli 80% ga oshadi. Ya'ni aynan mana shu videodan oldin xuddi mana shu formatdagi video chiqarganmiz. Mana shu yerda qoldiraman. Ya'ni qandli diabeti bor bemorlarning 80% da semizlikni hisobidan qandli diabet tashxisi qo'yilgan. Va biz o'sha semizlikni hal qiladigan bo'lsak, ya'ni uni ozdiradigan bo'lsak, balki qandli diabet tashxisidan qutulib ham ketishi mumkin. Assalomu alaykum. Sizlar bilan sizni sog'lig'ingizni sizdan-da ko'proq o'ylaydigan Bobur doktor. Demak, bugungi mavzuyimiz semizlikdan tashqari yana bir guruh insonlar bor. O'shalar haqida bo'ladi. Ya'ni bir guruh insonlar haqiqatdan ham qandli diabet semirgandan keyin paydo bo'ladi. Yana bir guruh insonlarda esa semirmasdan ham qandli diabet tashxisi qo'yiladi. Yoki semirgan paytida qandli diabet tashxisi qo'yilgan bo'lsa, u ozgandan keyin ham qandli diabet tashxisi olib tashalmaydi yokida qondagi qand darajasi tushib ketmaydi. Buni yana ham chuqurroq qilishga harakat qilaman. Ya'ni bir guruh insonlar insulin rezistentlikdan qiynaladi. Yana bir guruh insonlar esa insulin yetishmovchiligidan qiynaladi. Buni ozgina chizib tushuntirishga harakat qilaman, faqat buni qanchalik shunchaki oddiylashtirib berishga harakat qilyapman. Mana bu hujayra. Mana bu ustiga mana bunaqa chizganim bular yog'lar deb tasavvur qilib ko'rasiz. Ya'ni biz semirganimizda hujayralar yoki kattalashadi yoki mana shunday atrofini yog'lar bilan egallanadi va bu semizlikni hisobidan qandli diabet tashxisi qo'yilishiga sabab bo'lishi mumkin. Hammada ham emas. Lekin kimdadir semizlik hisobidan qandli diabet tashxisi qo'yilgan bo'lsa, demak ularda asosiy sabab mana bu yog'lari. Ya'ni insulin degan gormonni juda ham yaxshi bilasiz. Kimda qandli diabet tashxisi qo'yilgan, u insulinni juda yaxshi biladi va u haqida ko'p to'xtalib o'tirmaymiz va shunchaki tushuntirishga harakat qilaman. Insulin mana bu hujayra bo'ladigan bo'lsa, mana shu hujayrani eshiklarini ochib glyukozani mana shu hujayra ichiga kirg'izish bilan shug'ullanadi. Ya'ni insulin hujayra uchun kalit. Toki insulin kelib mana bu hujayrani eshigini ochmasa, ya'ni biz ovqatdan hosil qilgan glyukozamiz, ya'ni bizni energiyamiz hujayra ichiga kirmaydi va u qonda qand bo'lib, ya'ni siz o'lchagan paytingizda qandim ko'tarilibdi degan tushunchani keltirib chiqaradi. Qonda qancha qand baland degani bu mana bu hujayrani qorni och va bu ochlikdan o'lib qolishi mumkin degani. Shu uchun ham bizga insulin juda ham muhim. Shu uchun harakat qilyapman. Mayli 1-2 minut videomiz cho'zilsa ham sizga tushunarli bo'lsin. Bu hujayra va bu hujayrani eshigini insulin ochadi va biz ovqat yeb hosil qilgan glyukozamiz, ya'ni energiyamiz, biz uchun muhim bo'lgan energiya hujayrani ichiga kiradi. Va bu tartibli jarayon. Xuddi shunday bo'lishi kerak biz yashashimiz uchun. Ana endi bir guruh insonlarda insulin rezistent bo'ladi. Ya'ni ularda insulin bor, hatto normadan ko'p, 2 barobar, 3 barobar, balki undan ham ko'proq. Lekin mana bu yog'larning hisobiga u hujayra eshigini topa olmaydi va glyukozani ichkariga kirgiza olmaydi. Va bunday paytda bizda ozish juda ham zo'r yordam beradi. Ya'ni agar mana shunaqa insonlar, ya'ni yog'lar juda ham ko'p bo'lgan inson 20-30 kilo yoki 15 kilo hatto ozsa, mana bu yog'lar erishni boshlaydi va hujayrani eshigini insulin topishi osonlashadi. Va qarabsizki, bemalol o'sha biz yegan ovqatimizdan hosil bo'lgan glyukozani, ya'ni energiyani hech qanday qiyinchiliklarsiz, hech qanday to'siqlarsiz hujayra ichiga kirgizadi va qonda qand darajasi ko'tarilib ketmaydi. Bu o'sha haqiqatdan ham ozganingizda qaysi darajada insulin ishlaydi va qaysi darajada qandli diabet, ya'ni qandni tushirish mexanizmi xuddi mana shunday bo'ladi. Xullas, ana endi ikkinchi guruh insonlar bor. Keling, ularning ozg'ini haqida gaplashmaymiz. Ozg'ini xuddi shu tema bo'ladi. Ularda ham semizlik bo'lgan va semizlik paytida qandli diabet tashxisi qo'yilgan. Ularda ham xuddi mana shunday hujayra atrofi yog'lardan iborat bo'lgan va insulin sezgirligini yo'qotgan bo'lgan. Keling, ular ham ozdi. Lekin qonda qand darajasi tushmayapti. Nimaga? Ya'ni bugun bitta bemor qabul qilyapman. O'shandan keyin bu videoni olishga qaror qildim. Ya'ni 20 kilo, 30 kilo ozyapti, lekin uni qandini tekshiradigan bo'lsa 20, 15, 10 dan yuqori chiqaveradi. Nima uchun? Ular savol beryapti, doktor,
Sen aytgan eding-ku, ozganingdan keyin qonda qand darajasi tushadi. Hatto remissiyaga tushasan degan eding-ku, degan savolni ular menga beryapti. Ha, to'g'ri. Lekin siz o'sha yerdagi gaplarni birma-bir mag'zini chaqqaningizda edi, bu savol kelib chiqmasdi aslida. Ya'ni biz u videolarda, ya'ni siz 15-20 kilo ozadigan bo'lsangiz, qonda qand darajasi yetarli darajada tushadi degan videolarimizda urg'u berib o'tganmiz. 80% insonda. Ya'ni qarang, gapni yaxshilab tushuning. 80% insonlarda o'zi qandli diabetni ikkinchi tur tashxisi semizlikni hisobidan qo'yiladi va mana shu qandli diabet tashxisi qo'yilgan insonlarni endi bularni 100% deb tasavvur qiladigan bo'lsak, ularni 80%ni ozdiradigan bo'lsak, muammosi hal bo'ladi. Lekin 20% bor orada. U 20% nima bo'ladi degan savol mana shu joyda kelib chiqadi. Ya'ni qolgan 20% hatto ozsa ham muammosi hal bo'lmaydi. Dieta qilsa ham muammosi hal bo'lmaydi va ular dieta qilmasa ham kundan kunga ozib ketaveradi. Ularga dieta qilish aslida shart emas. Chunki o'zi avtomatik ravishda ozadi va mana shu joyda diagnostika muhim. Nima uchun biz kerakmiz? Nima uchun shifokorga borish kerak? Mana shu narsalarni oydinlashtirish va orani ochish uchun ham shifokor kerak va shu uchun ham shifokorga murojaat qilishingiz kerak. Endi qarang, bu yerda e'tiborli bo'lishingiz kerak. Siz ovqatlanib turib ozyapsizmi yoki ovqatdan tortib siz non yemayapsiz, meva yemayapsiz, shirin gazli ichimliklarni ichmayapsiz, shuni hisobidan ozdingizmi? Agar siz hamma narsani yeb turib ozayotgan bo'lsangiz, bu yerda jiddiy muammo bor. Ya'ni bunaqa insonlarda insulin yetishmovchiligi, qandli diabetni faqatgina ikkinchi turi yo'q. Qandli diabetning birinchi turi bor. Absolyutni insulin yetishmaydi. Ya'ni o'sha oshqozon osti bezi bor va oshqozon osti bezini bittagina bo'lakchasida biz uchun muhim insulinlar ishlab chiqariladi. Va u bo'lakchani faoliyati juda ham muhim. Ya'ni mana bu bir guruh insonlarda u yerda insulin keragidan ko'p ishlab chiqariladi va u shunchaki rezistent bo'lishi mumkin. Ya'ni sezgirligini yog'larni hisobiga yo'qotgan bo'lishi mumkin. Lekin yana bir guruh insonlarda aynan o'sha joyda muammo bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni u yerda qaysidir virus hisobidan yoki autoimmunniy qanaqadir proseslarning hisobidan u o'sha bo'lakcha ishlamayotgan bo'lishi mumkin. Insulin ishlab chiqarmayotgan bo'lishi mumkin. Katta ehtimol bilan insulin yetishmovchiligi bo'ladi ularda va insulin yetishmadi degani bu hujayrani atrofida yog' bo'lmasa ham, hujayra qancha kichkina bo'lsa ham, insulin bu insonda yo'q, o'zi ishlab chiqarilmayapti. Ya'ni oshqozon osti bezining o'sha beta hujayrasi deymiz, o'sha bo'lagidan insulin ishlab chiqarilmayapti va unda ham energiya, ya'ni glyukoza, biz ovqatlardan hosil qilgan o'sha energiyamiz hujayra ichiga kirmaydi va hujayra o'lishda davom etaveradi. Bu ham katta bir muammolardan bittasi. Ya'ni bu ayniqsa eng juda ham jiddiy muammolardan desam ham bo'ladi. Bunga e'tiborli bo'lish kerak va tezda agar siz ovqatlanib turib ozayotgan bo'lsangiz, hech qanaqangi dietalar yoki yengil dieta qilgansiz, lekin ozish sizda juda ham tez kechayotgan bo'lsa, bunday insonlarga birorta tabletka yordam bermaydi. Bunday insonlarga biror xil dietani turi yordam bermaydi. Bunday insonlar tezda shifokorga uchrab, diagnostikani aniqlashtirib, ahvolini to'liq aniqlab, qonda glyukoza darajasi, insulin darajasi, S-peptidlar tekshirilgandan keyin, antigatlar tekshirilgandan keyin unga tashxis qo'yiladi. Agar insulin yetishmovchiligi tasdiqlanadigan bo'lsa, bu bemorlarga tezda insulin terapiyasini boshlash kerak. Chunki har qanaqa vaziyatda, bundan oldingi videolarimizda aytganmiz, insulin bu yomon degani emas. Har qanaqa vaziyatda biz uchun insulin juda ham muhim. Ya'ni insulinsiz hujayrani ichiga biz yashash uchun yegan ovqatimizdan hosil bo'lgan energiya kirmaydi. Energiya kirmadi degani hujayra o'ladi. Biz xoh dori berib, o'zimizda ko'p ishlab chiqarilayotgan insulinni urib, tepib yoki mukofotlab aldab ishlatishimiz mumkin, yoki yetishmayotgan insulinni tashqaridan kiritib, energiyani hujayra ichiga kirgizishimiz mumkin. Har qanaqa holatda biz uchun insulin juda ham muhim. Buni inobatga olasiz, esingizdan chiqarmaysiz va aytgan har bir gaplarimga amal qilasiz. Demak do'stlar, men o'ylaymanki ancha tushunarli bo'ldi. Agar tushunmagan joylaringiz bo'lsa, bemalol kommentda yozib qoldiring yoki sizni qanday muammo qiynayapti kommentda yozib qoldiring va keyingi videomiz aynan sizning muammoyingiz to'g'risida bo'lishi mumkin. Hozirroq bizga esa obuna bo'lib qo'ying. Chunki juda ko'pchiligingiz obuna bo'lmasdan bizni kuzatar ekansiz. Obuna bo'lib qo'ysangiz, ilmiy tasdiqlangan va eng ishonchli ma'lumotlar birinchilardan bo'lib sizga yetib boradi.